شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, biz bugun Sura Baqaraning 134-oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda İbrahim alayhissalom, o'g'li İsmail alayhissalom ularningki Ka'bani bino qilish tafsiloti va İbrahim alayhissalomning Alloh subhanahu va taolodan so'ragan tilak duolari orliqida biz Yahudilarningki, Banu İsrailningki İbrahim alayhissalom bilan bo'lgan munosabatini bayon qilib o'tgandik. Chunki Yahudilar o'zining shu qilgan xato qilmishlari, tushgan shu xatoliklarni o'tkazgan shu jinoyatlar bilan turib, o'zini İbrahim alayhissalomga nisbat berdi. Biz İbrahim alayhissalomning avlodimiz deb xalqlarning eng afzali biz jannatga kiradigan mana biz do'zaxga kirmaymiz. Payg'ambarlik chiqsa bizden chiqadi. Chunki biz payg'ambarlarning otasi bo'lgan İbrahim alayhissalomning avlodidan deb faxrlanadi. Biz bunga raddiya berib o'tdik. Endi bugungi oyat-i karima yine shu asosda davom qilyotdi. Yahudilarga va shularga o'xshagan kishilarga xitob qilib davatudi. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat va lakum ma kasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun. Ular o'tib ketgan ummatlar ular. Sizlar kim bilan faxrlaninglar? İbrahim alayhissalom bilan faxrlaninglar, İshaq alayhissalom bilan faxrlaninglar, biz degan İsroil avlodi deb Yaqub alayhissalom bilan faxrlaninglar, hammasi ketdi. Laha ma kasabat va lakum ma kasabtum. Ularning qilgan yaxshi ishlari, ularning fazilatlari, ularning sharafi o'ziga. Ammo sizlarning qilgan yaxshi ishlar o'zingizga. Sizlar xato yo'lda ketyapsizlar. Nadi yomon ish bo'lsa birini qilyapsizlar, hammani qilyapsizlar. İzdab so'rab ma'siyatningki peshidni yuryotsizlar. Ammo o'zingizni ulug'i nisbat uratsizlar. Yo'q, buning sizlarga asla foydasi olmaydi. Ularning qilgan ishi o'ziga hisob, sizlarning qilgan ishinglar o'zingizga hisob. Va la tusaluna amma kanu ya'malun. Ular qilgan ishni sizlar so'ralmaysizlar. Ya'ni sizlarning ig'izinglardagi har qancha qilgan da'voringlar agar amaliyatinglar ularning amaliyatiga tutgan yo'linglar, ularning tutgan yo'li uygun kelmasa, sizlarga asqatmaydi. Sizlarga hech ahamiyati va foydasi yo'q deb Alloh subhanahu va taolo bu yerda yana bir qatim bularni kesdi, bularning tamasini, davosini uzdi. Endi shu oyat-i karimada xalat deb bir so'z ishlatildi. Buni o'tgan ummat deb tarjima qildik. Ya'ni xala degan asli yolg'iz qolgan ma'noda. Arab tilida xala fulan, bi fulan degan shaklda qo'llanildi. Bir adam bilan xali qoldi. O'zi Uyg'ur tilida mi bor? Xali qoldi debchi. Masalan, bir do'kon yoki oshxona yoki uyga hech kim yo'q, mehmon yo'q. Jimjitlab kelsa, xalal makan min nasilihi. Ya'ni hech kim yo'q. Bu yer xali bo'lib qoldi bugun. Hech kim kamida degan ma'no bo'ladi. Bu fil bu xali oldu, yolg'iz qoldi, o'tdi degan bu ma'nodagi fil Sura Baqaraning 14-oyatidan bir qitim o'tgan, biz o'qib o'tgan. Va iza xalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum deb, ya'ni munofiqlar o'zining shaytonlari bilan yolg'iz qolgan vaqtda, ayrim qolgan vaqti degan ma'noda. Biz deymizki, har qanday bir ish bo'lsa, cho'qim bu ishning paydo qiluvchisi bo'ladi. Bu bir qoida. Hech qanday ish paydo qiluvchisiz o'zligini yuz bermaydi. Har qanday bir ish harakat zamonga, makonga ehtiyojli. Endi Alloh subhanahu va taolo mush oyatda u o'tgan ummat degan bo'lsa, buning zamoni o'tdi.
o'tdi, makoni o'tdi, uni qilganlar ketdi degan ma'no turadi. Ya'ni bularning zamoni o'tdi, ketdi. Ne? Ular tilka degani shu ilgirki ummatlarga qanday qilyotdi, ishorat qilinayotdi. Shular. Sizlar o'zinglarni biz palonining avlodi, Pukunning avlodi, biz Pukunning ummatida faxr qiladigan kishilar ketdi. Am bu yerdagi xitob kimga bo'lyotdi desa, Payg'ambar alayhisolamga, umum musulmonlarga va mushu oyat to'g'ri qiladigan hammalarga bo'lyotdi bu xitob. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala bu yerda tilka ummatun dish orqali nima demakchi desa, bular bir ummatlar. Tilka ko'plikni ifodalaydi hisobda. Demakchiki o'tganlar, kechganlar, burun ketgan millat, ummatlar o'zining aqidasining birligi, iymonining birligi bilan bir narsaga. Men tilkini bayatdan ko'plik dedim ya, ko'plik degani mana tilkining o'ziga kelish doirasi arab til tadqiqotida arab til o'qiganlar biladi. Cansız, aqlsiz narsalar bo'lib qolsa yoki boshqa narsalar bo'lib qolsa, ko'p narsani yig'ib birlashtiradigan, ya'ni ko'plikka birlik shaklida qo'llanilgan bir ifodasi bor. Masalan, hazihil kutub deganga o'xshash. Bu yerda shu butun o'tgan ummatlarning hammasini oyatning keyinda laha ma kasabat va lakum ma kasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun deb ularning ko'plikka keliki aniq. Ular degan ifoda va oyatning oxirisida. Ammo oyat kelgan vaqtda birlikni ifodalaydigan shu degan mana shaklda ifoda qo'llanishi bu oyatda. Ya'ni ilgirki ummatlar, mayli Ibrohim alayhisalom bo'lsin, yoki uning oldidagi payg'ambarlar bo'lsin, Ibrohim alayhisalomning o'g'li Ismoil alayhisalom, Ishoq alayhisalom, Yaqub alayhisalom bo'lsin, hammasi iymoniy birligi, aqida birligi bilan bir narsaga, xuddi bir odamdek, bir narsadek ishorat qilinadi, shu degan shaklda. Bu birlik shakldagilikda bu payg'ambarlarning garchi zamoni boshqa, makoni boshqa, har zamonda, har makonda yashagan bo'lsa-mu, payg'ambarlarning hammasining qilayotgan tashabbusi, kelgan yo'lining o'xshashligi bilan hammasi bir ummat hisoblanadi. Shuningga oyat-i karimada hozir demakchi o'g'inimiz ko'rsatilayotgan ishorat oyat-i karimada shu deb ko'rsatilayotgan shu degan ifoda arab tilida birlik shaklida kelgan. Amaliyotda ko'plikni ifodalaydi. Ko'plik ummatga, ya'ni Ibrohim alayhisalom, Ismoil alayhisalom, Yaqub alayhisalom qatorliq va undan boshqa payg'ambarlarning hammaga ishorat qilyotdi. Lekin ishlatilgan ifoda birlikni ifodalaydigan ifoda. Bu nima demakchi? Ular hammasi o'xshamagan zaman, o'xshamagan makonda yashagan ko'p payg'ambarlar bo'lsa-mu, ammo bir ummatga hisob degandek tuyg'ulanmoqchi. Qur'oni Karimning boshqa oyatlariga qarab baqsaqmi, sura Anbiyaning 92-oyatida inna hazihi ummatukum ummatu wahida fa ana robbukum fa'buduni. Masalan, bu ummat, sizlarning ummatinglar bir ummat deydi. Ya'ni garchi dunyo yaratilgandan tortib Allah Adem alayhisalomdan keyingi payg'ambardan avatgandan tortib butun payg'ambarlar dunyoga keldi, nurg'un tashabbuslarni olib keldi, har ummatga o'ziga loyiq ravishda shariatlarni olib keldi bo'lsa-mu, aqida, iymon, bu yo'l jihatda hammasi bir ummat. Farq yo'q. Ya'ni demakchi o'g'rimiz oyat karimadagi ishorat shu Ibrohim alayhisalom, Ismoil alayhisalom, Ishoq alayhisalom, Yaqub alayhisalom hammaga ishorat qilayotgan bo'lsa-mu, demakchiki ular bir millatga, bir ummatga hisob. Laha ma kasabat va lakum ma kasabtum. Shu ummatning hammasi bir dinning ustiga bo'lib, ular o'zi qilgan ishdan ular hisob beradi, sizlar qilgan ishdan hisob berirsizlar. Bu ma'noda laha ma kasabat va lakum ma kasabtum degani ular qilgandan ular hisob beradi, sizlar qilgandan sizlar hisob berirsizlar. Sura Nahlning 120-oyatida Alloh subhanahu va taolo mana bir deydi. Inna Ibrohima kana umma. İbrahim alayhisalom ayrim bir millat degan ifodasi bu. İbrahim alayhisalom bir millat da'vatidir. Amaliyat İbrahim alayhisalom degan bir odam, shaxs, millat emas. Bu nima degan gap andoz, bu qanday o'qim desa, biz deymizki, İbrahim alayhisalom bir shaxs bo'lsa-mu, ammo İbrahim alayhisalomdagi bu go'zal xislatlar, bu mukammallik, mukammal talantlar ummatda bir millatni tepiladigan darajada bor. İbrahim alayhisalom bir kishilik darajalik odam emas. O'zi yolg'iz bo'lsa-mu, İbrahim alayhisalomning talanti, qilgan ishlari, epmangan yo'li, yaratgan natijalari bir millatdan chiqadigan bir alohidalik.
İbrahim Aleyhisselam'daki bu xil alayidliklar millet tepiladigan alayidlik. Bu noktadan İbrahim Aleyhisselam o'zi yolg'iz bir adam bo'lsa-mu, lekin bir millet darajalik adam degan ma'noda shu sura Nahlninki 120-oyatida İbrahim Aleyhisselam bir millet deydi, bir ummat deydi. Oyatning o'ziga kelayli, qad xolat ketdi deb tarjima qildik yana. U ummatlar ketdilar. O'tdi uning zamoni. Uning makoni o'tdi. Sizlar ular emas, ular sizlar emas. Degandan maqsad Yahudiylig'i shuni tushuntirib qo'ymoqchiki, o'zingni tula İbrahim Aleyhisselamga, hele İshaq Aleyhisselamga, hele Yaqub Aleyhisselamga yalg'ondan nisbat bermoqman. Voy biz ularning avlodi, biz ularning naslidan degan gapinglar hisob emas. Chunki payg'ambarlarning nasibi qon yoki jins yoki tavallik nasib emas u. Payg'ambarning balasi bo'lib qolganga payg'ambarga tava bo'lmaydi. Bu gerçi balası olsun ama peygamberinin nesi bağlanışı, ben palanı peygamberninki deyiş için bununla yol cihette, menhec cihette, egiş cihette ortaklık gerek. Peygamber Arap, ben özel bir Uygur ama ben şu peygamberinin yolunu tutkan boğaçka, ben şu peygamberge ait. Sile gerçi Yahudi, Banu İsrail'in avlatları sile, kan cihette tutuş sile, tutmanğa yolunu başka. Onda oğan ki sile uluğu istemez, uluğu tava emez sile. Şu üzerine tula, ulağa nispet vermekle. Kad halet, ketti olunun zamanı. Onun kıvatkan işi bilek, silenin kıvatkan işinle başka. Silenin tutkan yolunla başka, uluğu istemez sile. Xuddi bu yerde Allah subhanahu wa ta'ala müşahiyetin Yahudilağı demekçi ki, silenin İbrahim Aleyhisselam'ın neslidin opqağınınla, İshaq Aleyhisselam'ın neslidin opqağınınla, Yaqub Aleyhisselam'ın neslidin opqağınınla, hiç faydası yok sizlerge. Çünkü sile ula. Onun kendin opqağanlıqınla sizlerine hiç nerse bəmeydi. Çünkü bayatın diğerimizde peygamberlik təvəlik. Bir peygamberge ben təvə, ben şunun neslidin diş, bu imani nesep bu. Yani biz iman asas kılımız peygamberin nesibi de. Yani imani nesep dediğimiz şu peygamber əbkəgən yolga əgişiş, şu peygamber əbkəgən əqidige əgişiş. Ama kan cihetteki nesep kıyamet günü ise fayda vermeydi, esqatmaydı. Çünkü her adamın özünün əməli var. Siz onun neslidin oğallığınla, sizin qağayışınla başqa, onun qağayışı başqa. Yani laha ma kesebet ve lekum ma kesebtum degini, siz qıgan yaxşılığınla özünlüğü təvə, ulu qıgan yaxşı uluğu təvə. Meyədəki yaxşı iş deyişimizin səbəbi çünkü biz ilgirki dərslərdən bir qıtım çöndügəndə qıgan, Ərəb dildəki kəsəbə degen fiil yaxşı işini, qolğa keltirishini ifadelaydi. Ama İktesebe ise yaman işini qilishni ko'rasiz. Yani kesebe aldı mı? Demek onun qilgan yaxshi ishlar qiyomat kuni sizlar sayidlanmaysizlar. Şuna tama tutmanglar. Onun qilgan yaxshi ishi o'ziga tava, sizlar yaxshi ishni qilinglar, bu sizlarga tava demekçi. Biz bu noktalarda şu bazı her Arap tilga münasibetlik tarafından dep menguvatımız çünkü Kur'an-ı Kerim'nin ayetlerine inçikildikten dikkat qilishimiz gerek. Çünkü düşmanlar muş inçik noktalardan tutup hücum qiladi Kur'an'a, bizga hücum qiladi. Biz aşılar reddiye qaytarishimiz için başta gerçi aldığımızda Arap dili bilmeydiğin qarindoshlar olib qolsin, bazı sözlerini inçiklik bilan Arap til ifadelerini bağlab turib tushundirish to'g'ri keladi. Kur'an'da şu noktadan inçikligen vakitte hiç qanday bir ayet yeni bir ayetke zıt keladigan, qarshi keladigan ahval yok. Fakat tushunilmagan ahval oldu. Dal din düşmanları bu tushunilmagan noktaga kelib birisi-birini soqashtirdi. Masalan, bazı mustashriqlar, yani g'arbdagi islom tadqiqotchilari hisobda buni kelib deydi, hozir sen nasabning hech ahmiyeti yok kıyamet günüse. Sen kimden evladıdın bol, yulan onunla okşamasa kıyamet günüse sana esqatmaydı dokunmaz mı? Muşunu akaplam ya. Kur'an-ı Kerim'de nesepnin mu tesir buluduğallığı, dadının yaxşılığı balağa, balının yaxşılığı dadağa tigidiğallığı hakkında ayet var. Deb bizge bir ayetini götürüp çıkıdı. Bu ayetin biz şunda dedik ki. Sure Nur'un 21. ayetinde وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ degan ayetni bizga akilib aldığımızga. Ayetni men sizlarga olib tarjima qilib beray.
iman etqanlar va ballari ularga iman bilan ergashganlar, ularda ergashganlarni biz ularga qo'shimiz ballarni qiyomat kunisi, ularning amallaridan hech narsani kamlatmaymiz. Mana ota bola qo'shaldi deydi. Balalar mu'min bu yerda. Alhaqna bihim zurriyatahum degani balani ota-onaga qo'shimiz deganni tutib olib Mavla. Nima deydi o desanglar? Qo'shish degan kamchil narsani mukammal narsaga qo'shish. Ballar tabiiyki mu'min bo'lsin, lekin kamchil, ularning amali oz. Ota-onalarining amali buyuk. Ota-onalari jannatda, ballari jannatga kirmagan bo'lsa, qo'shib o'tadi. Ya'ni ikkilisi mu'min. Bu yerda masala xuddi ballarini ota-onasininki mu'min ota-onasiga ikrom qilish uchun ballarning darajasini ziyoda qilyapti. Ballarning ota-onasiga qo'shimiz deyapti-ya. Ota-onalar bala o'xshash amal qilish natayin. Ota-onasi jannatda, ballarning ma'lum yoki dozoqqa ketgan bir gunohlari va yoki jannatning to'n qatlamlarida cho'qim o'xshash olmaydi ota-onalar balaning amali. Ammo ota-onasidan balani bir yerga qo'shimiz deydi ma jannatda. Bir yerga akilimiz degan gap ota-onaning ta'siridan ma balami ma'lum darajaga erishdi. Qur'onda buni dedi, da'vatida bu bizga qarshi. Bayatdan taxassila hech nasabning ahamiyati yo'q qiyomat kunida. Har odam o'zining amalini ko'rin degan tangla. Mayli balasi ota-onasi qo'shutimiz dedi. Dadasining ta'siridan balasi yuqori darajaga erishdi mana. Desa biz deymizki, iymon boshqa narsa. Iymonning talabi bo'yicha amal qilish boshqa narsa. Dada bala ikkilisi mu'min, bu jihatda o'xshash. Ammo dadalari fidokorlik bilan yaxshi amallarni qildi. Ballar balkim kamchilik o'tkazib ba'zi amallarni oz qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda mu'minlarga nisbatan bir darajaga ko'tarish masalasi bor. Alloh qiyomat kunida mu'minlarning darajasini hammasini ko'taradi. Bu darajaga ko'tarish dadami, balami hammasi mu'min bo'lgan vaqtdan darajaga ko'tariladi. Ammo mu'min emas bo'lgan balalar bo'lib qolgan vaqtida ota-onasi bilan hech aloqa bo'lmaydi. O'tirdagi munosabat uziladi, iymon kufr masalasi tufaylidan. Ota-onalarining yaxshi amallari hisob bo'ladi. Balla bunday gap. Endi ikkilisi mu'min bo'lgan vaqtida ota-onasining amali jiqroq, balalarning amali ozroq bo'lib qolsa-mi, iymon bir bo'lgan nuqtadan. Chunki jannatga iymon bilan kiradi odam. Iymon bir bo'lgan nuqtadan ikkisi jannatga birga kiradi. Mishakiga vaqt yana bizdan so'raydi-da bular. Amal o'xshamadi-ku. Iymon o'xshagan bilan dadasining ota-onasining amali ko'proq, balasining amali ozroq. Ammo Alloh ikkisini bir yerda qildi. Bir yerga kelib qo'ydi, bir darajaga. Bu qanday gap? Degini bizlar oyatning oxirisidagi va ma alatnahum biz ulardan amallaridan hech narsani kamlatmadik dedi-ya. Yani ota-onalarmi, ballarimi o'zining iymonidan savol so'riladi. Iymoni tufaylidan jannatga kelinadi. Endi ballarının amalining ozdirib ota-onalarga qo'shilib bir darajada bo'lishi Allohning fazli marhamati. Bu vaqtda payg'ambar alayhisolamning hadislari bor. Sal turib keladi inshaalloh bu hadislar. Bu Allohning fazli marhamati tufaylidan amal o. Fazli degan boshqa, qilingan amalga nah mukofot degan u boshqa. Ammo oyatning oxiridagi laha ma kasabat va lakum ma kasabtum degani aqidadagi iymon xizmati. Oyatdagi Onun qilgan ishi o'zga, sizning tutgan yo'linglar, aytgan iymoninglar o'zingizga, uning tutgan yo'li, aytgan iymoni boshqa degan gap. Endi buni desak, yana bizga savol qo'yishi mumkin. Qur'onda Alloh sura Turning 21-oyatida kullum ri'in bima kasaba rahin. Har odam o'zining qig'inga bog'lanadi. Ya'ni o'zi qanchalik amal qilsa shunchalik ko'radi dedi. Sura Najmning 39-oyatida va allaysa lil inson illa ma sa'a. İnson faqat qig'iniga erishadi dedi. Sizlar bayatdan ballarning amali oz bo'lsa-mu, ota-onasining jiq bo'lsa-mu, iymon bir o'g'anlik uchun Allohning fazlidan qo'shilib ketadi deganda. Ma oyatda amalning gapini qildi. Amal oz bo'lib turib, yana o'zi qilmagan amalning mukofotiga erishamdi. Qanday qilib balalari o'zi qilmagan ishning mukofotini erishganda bo'lsa, sizlar bayatdan nasabning ta'siri va desak uni mudanga. Ma'qul. Qilmagan ishning mukofoti qanday erishadi desa biz deymizki, oyatlarni obdan tushuninglar. Allaysa lil inson illa ma sa'a adalet meselesini ifade eden ayet. Adalet taştavladı. Adil degan nima? Her narsaga o'ziga loyiq mukofot jazo berish. Bu adalet. Ammo Alloh subhanahu va taolo xalqan bandligi beradigan bir fazilat, marhamat deb bir gap bor bizda. Fazli marhamat deb bir gap. Adalet boshqa, fazli marhamat boshqa. Alloh adillik qiladi. Hech kim zulm qilmaydi, ammo fazli marhamat boshqa. Bir adamni ishlatdim ikki odamni.
Bularga aylıqı 1000 liradan yoki 1000 so'mdan bularga muash deyishib ishlatyapti men bularni. Men ishkilesga 1000 lira berdim. 1000 so'm berdim yana ishliga qarata. Bu mendagi adolat. Ammo ma birisi manga yoqdi va yoki uningga bir xil qizg'in bo'g'im keldi. Uningga ortiq mukofot yoki uningga boshqa yaxshiliklarni qilsam, bu menga xato emas. Ama onun işini peslasam o başka, o zulüm buludu. Bir yerde vatqını ayetdeki her insan özünün emeliga yarışa mukaf jaza ko'radi. İnsan özünün qing'ir işligini özünün qig'indan qilchilikni tön erishmaydi. Yine qilchilik zulüm qilinmaydi. Ama fazli merhametde bir gap bo'ladi. Fazli merhametde hesapsız bir degan gap. Andakin yani biz o noktadan çıkma, yeni bir noktadan çıksak mı bo'ladi? Mesela balla özünün qımıgan işlerine eriştigenler qarta, bunu kim ulanın qımıgan işi deydi mesela. Mesela ballarını atanının büyük derecesine qoşqanlığı, ballarının əməli tüvən, atanlarının əməli yok buraya, lakin ballarını atanlarına qoşuvatqanlıqның özü ballarının əməli olması mı atanısının əməli. Ballarının əməli ziyadə qilish emas, atanları hürmet qilish. Çünki atanlarını izzətləş, atanları əvvəl qıldı, o yüzüdən ballarını qaşığa ketmədi. Balları üçün emas, atanısı üçün. Ulamalar bizga mundaq bir rivoyatlarni qiladi. Nayte mu'min, itoatchan, ibodatkor bir bola bo'ladigan. Buning dadasi o'ziga zulm qilgan, ya'ni ba'zi xato ishlarni qilgan odam. Dadasi o'lib ketgandan keyin bolasi qattiq beorom bo'ldi. Ammo tushida dadasininki o'taqanligini, dadasining ustida kallasi o'taqanligini o bolaning o'zining. Dadasi bilan billa Höreyndin birisinin bağlığını, onun bilan xizmat qilib, onunga turayotganligini ko'rib, bola hayron qilib, dadasining bu xil mukofotga erishganlik. Chunki dadasi ancha-muncha yaxshi amal qilmaydigan odam emdi. So'radiki, dada bu xil darajaga qanday yetding degan vaqtda dadasi dediki, "Qay darajaga? Sen bilan Höreyndin birisi turadi degan vaqtda, sen o Höreynni menga ne'mat deb o'yladingmi?" "Yo'q, unda emas o. Men uningga jazo." Demak, jo'g'ini men Höreynni loyiq emas. Ama onunla meni ceza qildigini men üzəmdən qilgan ishlar ma o'rnimga loyiq emas. Aning jazosi uchun men onunga birildim. Qaranglamaya. Bala o maqamga loyiq emas asli. Ama ota-onasining maqomi buyuk bo'lg'achqa ota-onasi hurmat qilish uchun balani achqab beradigan. Bu balaga berilgan mukofotdan boshqa ota-onasiga berilgan mukofot. Bala amal qilmasdan o darajaga yetdi demay, ota-onasi amal qilganlik tufaylidan balasi bilan birga yashaydigan, balasi bilan birga turadigan yagi yetti deb tushunsak mı bo'ladi. Qur'oni Karimda Allah subhanahu va taolo dedi ya, jannatda, oxiratda nurg'un ishlar Allohning fazli marhamati bilan bo'ladi, amallan emas. Dediki, "Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi" Allohning fazli marhamati bilan bo'ladi degan. Fa bizalika falyafrahu huwa khayru mimma yajma'un. Ular qilgan ishdan bu yaxshi, buningga xush olsin deydi. Yani demek oxiratda Allohning fazli marhamati bilan qilgan yaxshi amallaringizni bakroq onundan qo'shilasiz. Qiyomatda kibrildigini qilgan ishlaringiz boshqa Allohning fazli marhamati. Payg'ambar alayhisolamning bir hadisi bor. Hadis buni tasdiqlaydi. Rasululloh, ya'ni Imom Buxoriy, Muslim chiqargan hadis, "Saddidu va qaribu va abshiru." Sizlar to'g'ri yo'lda mangla, imkon ba to'g'riga o'zingni yaqinlashtirib mangla. Xo'sh bisharat tepanglasizlar. Cho'qim natijaning yaxshi bo'ladi. Fa innahu la yudkhilul jannata ahadan amaluhu. Hech kimni jannatga amali kirgizmaydi. Chiqib qilalg'ini chiqilinglar. Mu'minlar ixlos olsin degandan keyin, "Ya Rasululloh, sizlarni amallariga kirgizmam" degandan keyin, "Yo'q, menimi? Allah illaki o'zining rahmati bilan meni rahmatining ichiga olsa, fazli marhamat qilsa ankirma" deyapti. Bunun hammasi nima degan gap desa, jannatga hech kim amallan emas, shu ixlos bilan qilgan amal sabablik Allohning fazli marhamati bilan kiradigan gap. Demak, hech kimning hech kimga foydasi olmaydi. Ota-onaning balasiga nasab jihati foydasi olmaydi degan gapimiz o'z joyida qoldi. Undan keyin kelgan bizga berilgan savollarning javobi bu xil shaklda bo'ladi. Yahudlar shuni o'zini İbrahim alayhisolamga yoki Yaqub alayhisolamga yoki Isaq alayhisolamga bog'lab, o'zining qilayotgan xatoliqidan o'zini oqlashga urinmasin, foydasi yo'q uningki. Balkim savol so'rashi mumkin bir sizdan kelib, sizning hech kimning qilgan amali hech kimga asqatmaydi degan gapingizga qarata bir mayit ölüp ketdi bir adam, biz onunla meyit namazı okuymiz. Meyit okugan meyit namazımız.
Meyitga paydası bulamdı, bolmamdı. Paydası bolsa, mana bu başqalarının qilgan ishining boshqalarga paydasi bo'lgani bo'ladi. Bizning da'vatimizdek da'vatdan savol so'radi. Paydasi olmasa, nima paydasi buni o'qigandan deydi. Biz deymizki, paydasi yo'q emas. Shariat bizni meyit namozi o'qing dedimi? Cho'qim paydasi bor. Acaba siz meyit namozi o'qigan namoz meyitning o'zining amali emas, boshqalar o'qigan degan deb qaramsiz acaba? Amaliyotda biz o'qigan meyit namoz meyitning namozi. Meyitning amaliga hisob. Qandaqsiga? Chunki u meyit mu'min, uning iymoni bizni namoz o'qitadi uningga. Uning iymoni bizni yaxshilik, rahmat, mag'firat, Allohning mag'firat qilishi bilan duo qildiryotdi bizni. Endi bu yerda o o'zining amalining g'ayrini olgan bo'lamdi yana. Bizning namoz o'qiganimiz, meyit namoz o'qiganimiz o'qigan amalga tava emasmikan da? Demak, shu yaxshi ish qilmagan bo'lsa dunyoda, iymon etmagan bo'lsa biz namoz o'qimdik uningga? Yo'q. Cho'qim biz uning yaxshi odamligini bilgandan keyin, yaxshilik qilgandan keyin, bizlarga yaxshilik etganligi u odamning namoz o'qiymiz uningga, duo qilamiz uningga. Demak, bizning o'qigan namoz duolarimiz o'zining amaliga hisob. Masalan, sizni hayoti dunyoda qilmoqinga, fohishxonga, yomon ishlarga apaga odamga duo qilmaysiz siz, namoz o'qimaysiz. Yoki munofiqlarga, yo dinsizlarga, fosiqlarga namoz o'qimaysiz siz. Balki sizga yaxshilik qilgan, siz yaxshi deb qaragan odamga namoz o'qiysiz, meyit namozini duo qilasiz. Alloh ijobat qilib qolsa, bu o'zining amaliy hisoblanadi. Chunki u qilgan yaxshiligi tufaylidan o'qidik u namozni, shuning qilgan yaxshi tufaylidan qildik u duoni biz. Demak, bizning o'qigan meyit namozimiz o'zining amali yana. Endi bu yerda sizning savolinglar yana o'rinni topmadi deyapti. Ya'ni oyatning o'ziga kelaylik. Oyatda nima ketyapti? Oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga hammalarga Yahudiymi boshini ochida xitob qilib, sizlar ilgirki kishilar bilan faxrlanmanglar. Ular bilan aldanmanglar. Uning amali o'ziga hisob. Sizlar bundan so'ra olmaysizlar. Gerçi Yahudlarga qarasak, İbrahim alayhissalom o Yahudiydi, Yahudilar. Yoki Xristian degandek Xristianti deb da'vo qilib, o'zinglarning qilayotgan ishiga, qilayotgan xatoligingizga parda tortmoqchi bo'lasizlar. Sizlarga deymizki, İbrahim alayhissalom qilgan ishni siz so'ra olmaysizlar. O'zinglarning ishni qilinglar, savol o'zinglarning ishdan bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi bu. 135-oyatda yana o'zliksiz davom qilyapti yana shu ahli kitobning o'tirib qo'ygan tuhmat iftirolari. Va qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millati ibrohim hanifa va ma kana minal mushrikin. Ahli kitob, ya'ni Yahudi, Nasara ikkisi deydigan gapi shu. Sizlar Yahudi, Nasara bilan to'g'ri yo'l topsizlar. Yahudilar deydi, boshqalarga Yahudi yo'linglar to'g'ri yo'l shu. Xristianlar deydi, boshqalarga Xristian bilan to'g'ri yo'l shu deydi. Dangi Muhammad alayhisalom balki hanif bo'lgan, to'g'ri bo'lgan İbrahim alayhisalomning yo'liga ergashimiz biz. İbrahim alayhisalom sizlardek mushrik emasdi deb bu shaklda javob qaytaron deyapti. Ya'ni bu qalu degan vaqtida oyatning boshida va qalu dedi ya. Kim degan bo'lsa bir deydi. Oyatning oxirisida kunu hudan aw nasara qarab turib, bu gapni nasaralar yoki yahudlar deydigan deb tushunsak bo'ladi. Endi ikkisi birga o'tirib demaydi. Ayrı shaklda. Birisi-birisining farqli shaklda deydi. Yahudlar deydi, Yahudiylar bo'lganlar deydi. Xristianlar deydi, Xristian bo'lganlar deydi. Amaliyotda bu yerda 3 turli to'p bor. Bizdan boshqa Yahudiy va Xristian va mushrik va. Bularning har birisi mu'minlarga qarshi yani. Ularning bulunglar degandagi xitobdan kimga qarab mu'minlarga qaradi. Hammasi shunda deydi. Bizni Yahudi yo'l deydi, Xristian bo'l deydi, mushrik yo'l deydi. Yoki unda demasak, yoki Yahudlar mu'min, mushrik nasara boshqalarga, o'zidan boshqa hammasiga Yahudi yo'l deydi. Xristianlar Yahud, mushrik, mu'min hammasiga o'zidan boshqa Xristian bo'l deydi. Nimishqa? Chunki har odam yaxshilik menda deb o'ylaydi. Ammo islom keldi. Yahudilardan Musa bilan to'g'ri Tavratni oldi. Menga tavba dedi uni islom. Bir butun ayt qilmadi jumami, bir nuqta bor. Islom kelib, Musa menga tavba, haqiqiy Tavrat, o'zgartirilmagan Tavrat menga oid, Allohning kitobi, biz uni iymon etamiz, uni undan oldi. Xristianlardan Isoni oldi, to'g'ri bo'lgan Injilni oldi.
Muhammed Aleyhisselam әп kelgan narsaning hammani oldi. Demak, butun dinlarning to'g'ri tarafini o'ziga oid qildi. Islom Yahudi unda emas, o'zidan boshqa hammasi rad. Xristian unda emas, o'zidan boshqa hammasi mardud, rad qilinadi. Ammo islom dediki, to'g'ri tarafing mening. Musa mening, Isa mening, to'g'ri Injil mening, to'g'ri Tavrat mening. Va ma Muhammed Aleyhisselam әп kelganim mening. Bu yerda bir javharlash masalasi bor, javharlash. Mavlunun A xarakteri bilan islom, ya'ni islom tashabbus qilayotgan tashabbusning xarakterida farq bor. Ular o'zidan boshqani inkor qiladi. Biz to'g'ri bo'lganini inkor qilamiz, e'tirof qilamiz yana. To'g'ri bo'lganini e'tirof qilamiz, to'g'ri bo'lmaganini inkor qilamiz. Buna deganlikning ma'nosi, bu yerda islom Alloh bilan mu'minning o'rtasida qilingan bir iymoniy savdo to'xtamini o'ziga oldi yana. Sura Baqaraning 285-oyatda bunda bir masala. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Allohning payg'ambarlarining o'rtasida hech kimni ayirmaymiz. Hammasi bizga oid. Chunki islomning maqsadi haqiqat. Ta'assubiyat emas, tavallik emas, balki qaysi qoldi menga oid deydi. U haqiqiy Tavrat, haqiqiy Injil, Musa, Isa olsun, haq o'g'ini menga oid deydi islom. Endi bu yerda ma oyatda mushriklarning gapi bo'lmadi, chunki bular ahli kitob emas. Masalan, ko'pincha ahli kitobdan ketyapti. Oyatning oxirisidagi bal millati Ibrohim hanifa degani ularga raddiya. Ibrohim sizlardek emas. Ibrohim sizlardek emas. U degan hanif. Hanif degan to'g'ri yo'lga qarab mangan. To'g'ri yo'lga qarab qayerda nega mansun? Qaysi shakl kelsin to'g'ri yo'l qarab manganni hanif deymiz. Bu yerdagi xitob payg'ambar alayhisalomga, ya'ni payg'ambar alayhisalomga dang da'vatida qul. Men İbrahim Aleyhisselam'ın diniga ergişmen dang da'vatida Rasulullahga. İbrahim Aleyhisselam'ın dini qaysi? To'g'ri yo'lni izlab mangan, to'g'ri yo'lni ketib borgan din. Endi bular mayli Yahudi olsun yoki Xristianlar olsun İbrahim Aleyhisselam haqida ixtilof qilinmaydi. Chunki Yahudilar İbrahim Aleyhisselamni bir payg'ambar deb qaraydi. Xristianlar İbrahim Aleyhisselamni bir payg'ambar deb qaraydi. İbrahim Aleyhisselamdan payg'ambarlik inkor qilinmaydi. Ammo hammasi İbrahim Aleyhisselam menga oid deydi. Buni deydi. Endi o'sha oyatdagi hanifning ma'nosi nima? Hanifninki yasilib chiqilgan so'z yiltizga ko'ra asli lug'at ma'nosi egilib qilish degan ma'noda. Agrib qilish. Masalan, kichik bolalarning puti chima qolib qoladi, o shaklga kirib qoladi. O'ng put so'l put tarafga, so'l put o'ng put tarafga. Musha asl lug'at ma'noda hanifa bo'ladi, ya'ni maymoq. Egilib qolgan degan ma'noda. Ma oyatda men tarjima qilgan vaqtda to'g'ri yo'lda mangan, to'g'ri yo'l deb tarjima qildim. Nima bo'lib bu maymoq ma'nosidagi so'z to'g'ri yo'lning ifodasi bo'lib qoldi bu yerda. Biz bu yerda ozroq so'zlash to'g'ri keladi. Deymizki biz payg'ambarlar qanday vaqtda keladi? Doimo Allohning manhajidan umumyuzlik g'ofillik shakllangan vaqtida payg'ambarlar keladi. Zaminda g'ofillik avj olgan, Allohning manhaji qanaqib qolgan, tashlanib qolgan. Undan bo'lganda payg'ambarlarning ergashuvchilaridan payg'ambarning yo'liga chaqiradigan, yaxshilikqa burib yomonlikni uzadigan vaqt bu yaxshilik bo'ladi. Vaqt payg'ambar kelmaydi. Payg'ambar qanday vaqt keladi? Jamiyat yaxshilikdan xoli qilib, hammadan g'aflat bosgan, bir qitim o'yg'utilmiz bo'lmaydigan vaqtda payg'ambar keladi. İnsanning ruhiyatining bir xil turli ahvollari bo'ladi. Har xillar bo'ladi. Ba'zi ruhiyatli va ba'zi nafsli va lavvama deb qo'yamiz. Yomonlikni qiladi, ammo ko'nglining ichidan yomonlikni inkor qilib, yaxshilik qaytadigan bir xil ideyadagi insonlar bo'ladi. Yomon ishni qilib, mush ishni qildim ya, qilmaya deb keyniga qaytadigan bo'ladi. Undan boshqa davomliq yomonlik izlab, yomonlik purab yuradigan ammara bisu nafslar va yomonlikqa buyuradigan. Bu nima desa, shu yomonlik bilan yashaydi. Yomonlikqa buyuruydi, boshqalar yomonlikqa qiziqtiradi. Jamiyat butun buzilib ketgan vaqtda, butun odamning hammasining nafsi yomonlikqa buyuradigan, yomon ish qilsam ham bo'ladigan vaqtda andigan azob keladigan holat shu vaqt bo'ladi. Sur Maidada buningga asosan kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu deb ifodaladi buni. O'zaro qilayotgan yomonlikni hech kim to'smaydigan maholatdagi nafslar bo'ladi. Shu vaqtida osmon
Cemiyetning agirlikini, shu egilib ketgan maymoq xato ishlarini o'ngshaydiganga bir payg'ambarning birini avatadi. Azal bu ilgirki payg'ambarlardagi qonuniyat bu. Qachon zaman buzilsa darhol payg'ambar avatadi. Ammo payg'ambar alayhisolatu vasallamning ummatida, ummati Muhammadiyada Alloh qiyomatga qadar ummatni bir xil yaxshilik omilini qo'ydi. İlgirki ummatga o'xshash jamiyatning bir butun buzilgan ahvoli yo'q ummati Muhammadiyada. Bir yeni buzilib ko'zimizga ko'rinsa, yana bir yendan islohotchilar chiqadi, uni tuzaydiganqa. Bir yeni buzilsa, yana bir yendan islohotchilar chiqadi. Chunki bizni qana sifatida Alloh Al-Imronning 110-oyatida kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Yani oyatning shu mazmuni shu yaxshi yetarlik. Sizlar kishilarga chiqarilgan eng yaxshi ummatsizlar. Sizlarning xarakteringlar nima? Yaxshilikqa buyursizlar, yomonlikdan to'sizlar, Allohga itoat etsizlar. Ma ummati Muhammadiyaning xarakteri oldi. Demak, ummati Muhammadiyaga Alloh subhanahu va taolo ma yo'lni omonat qo'ydi. Bu yo'l sizlarga oid. Mushuni qiyomatga saqlaysizlar dedi. Ya'ni mushu ummati Muhammadiya yaxshilikqa buyurib, yomonlikqa to'sadigan xarakter badiduq ya mushtalan bo'lsa, payg'ambar alayhisolamdan payg'ambar kelmaydi. Chunki ma ummat ilgirki ummatga o'xshash butunlay g'ofillashgan ahvol bo'lmaydi ma ummatda. Zaminning naridan chiqsa bir haqiqatchilar chiqadi. Ma dinni ko'tarib chiqadiganlar chiqadi. Adolatsizlikka qarshi turadiganlar chiqadi, shirklikka qarshi turadiganlar chiqadi. Endi gapimizning o'ziga qaytaylik. Gap nariga ketayotgan Hanafiya. Ya'ni ma oyatdagi bal millati Ibrohima hanifa degandagi Hanaf degan so'zning ma'nosida ketayotgan. Biz bayatda dedik Hanifa degan so'z agri dedik ya. Hanaf uning tip yildizi egmek degan ma'noda. Bu qanday bo'lib to'g'ri yo'ldan simo bo'lib qoldi desa, biz hozir tushundirgandek jamiyat egilib ketib qolgan. Bu osmon manhaji kelib, bu payg'ambar kelib, u egilgan jamiyatni ruslash uchun egidi. Bir temir var. Maymoq temir. Buni ruslash uchun qanday qilgan gap? Egidigan gap. Ya'ni ma yo'lning xarakteri davomli egish. Maymoqni, ya'ni egilik bo'lgan narsani egish, maymoqni teximda tatib egish ruslash hisoblanadi. Tuz temirni, rus temirni ekib egsak u maymoq bo'ladi, ammo maymoq temirni ekib egsak u rus bo'ladi. Anavgan ekan payg'ambarda davomli qanday vaqt keldidik, jamiyat bir butun egilib, to'g'ri yo'ldan chatnab, maymoqshib ketib bo'lgandan keyin keldidik. Payg'ambarlar nima ish qiladi? Kishilarni shulardagi egirlikni tuzlash uchun, tuzlikka akilish uchun keladi. Bular unday qilish uchun egish kerak. Ya'ni Hanif degan gap bir yo'ldan egilib, yana bir yo'lga chiqish degan ma'noda. Kishilar xatolashgan, ketayotgan xato yo'llaridan kishilarni egib to'g'ri yo'lga chiqish degan uqumda. Shu ba'zi lug'atlarda Hanifni shar'iy shaklda xato yo'ldan batıl yo'lga chiqish deb tarjima qiladi. Asli ma'nosi Hanaf degani bir narsani egish. Kishilar maymoq olib ketgan tumirni egib ruslagan o'xshash kishilarni ruslash. Ya'ni bu yerdagi Hanifa degan so'z nima uchun bu xil so'zdan tanlangan? Asli egish degan ma'noda ya bu so'z esa, bu mushu ma'nodan tanlanish davomli bizga Alloh subhanahu va taoloning qilgan bir ne'matni eslatish. Qanday? Bu maymoqni ruslash degan ma'noga keldi, ya'ni fanda bo'lsa, ya'ni insoniyat qachon Allohning manhajidan g'ofil bo'lsa, Alloh o'ngshaydi. Ya'ni Hanif deganimiz shu, bu yo'l o'ngshaydi uni. Kishilarni ularning egilib ketgan maymoq yo'llaridan to'g'ri yo'lga tortadi. Bu nuqtadan biz Alloh davomli xato yo'limizdan to'g'ri yo'lga keladi, ezib ketgan yerdan to'g'ri yo'lga keladi deb bir xil Allohning bizni tashlab etmaydiganligi. Chunki bu ummatning sifati Hanif. İbrahim alayhisolamning yo'liga ergashdik biz payg'ambar alayhisolamning yetakchiligida. Biz Hanif degani Alloh bizni tashlab etmaydi. Qachon egilsak tuzlaydi bizni. Endi Yahud Nasronning nazaridagi hidoyat degan nima desa, havasini qandirish hidoyat deb tushunildi. Ularning qalbidagi hidoyat tushunchasi bu, to'g'ri yo'l tushunchasi bu. Ular o'zining manfaat, havas, ko'ngil xohishi ado bo'ldi. Shuningga yarasha o'zining ko'ngil qarashining talabini, havasini o'rindiya oldi. Bu uning nazaridagi hidoyat. Chunki bu nazarda insonni inson yetaklaydi. İnsanning o'zining talabi qansa, inson yetaklangan bo'lg'achqa,
Am bu doğru yol oldu. Allah subhanahu ve taala davat etti. Şu cəhətdə xarakterimiz oxşmaydı o ki, Yahudiler ve ehli kitab bilen وَلَنْ تَرْضَ أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Onun yolu ergeçmesen zadı ulu senden qanaqımı razı olmaydı. Razı qılaman deb haqanç qılsan bika. Bu Sur Baqara'dan 120 ayda biz oxup ötdük qal neçə gün önceki dərsdə. Peyğəmbər İslam Mədinə Yahudiler bilen birlikdə yaşadı, amma şunda oxusun Resulullah'a qarşı tutdu bular. Resulullah'dan razı olmadı. İbrahim Aleyhisselam o xil şəkildəki onun dava qılğandakı Yahudi emas, İbrahim Aleyhisselam müşrik emas, İbrahim Aleyhisselam haqiqi mümin, şunlaşqa əhli kitab, Bəni İsrail sizlər onda yalğan davalını qılmanglar. İbrahim Aleyhisselamın üzənglərinə nisbət vermanglar. İbrahim Aleyhisselam sizlər emas. İbrahim Aleyhisselam mümin. Şunu bilan bu dərsimizninki 135-ci ayət axırlaşdı. Dərsimizin davamı üzlüksüz inşallah davam qılıdı. Bugünlük dərsimiz bu şəkildə toxtaydı və axiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.